Assalomu alaykum kanallarimiz, hurmatli obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan kvartiramiz Urganchning markazida, Daritala Urdu universiteti Sholqamotaga yaqin yerda 3-qavatda 2 xonali kvartira bilan tanishib o'tamiz. 50 kvadrat metrda joylashgan ekan, ham plus podvalona ham ega, zo'r mesda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, akkuratni yerda ziloniy zonalari bor, domlarimizning yanlarında parkovочный mestalari, bolalar o'yingohlari, besedkalar dam olib o'tirmoqqa. Kattalar uchun ham joyimizda dokument ham tayyor, zo'r mesada, yon atrofida bog'cha, maktablar ham ba'zilar. Hech qanday muammosi yo'q. Magazin ismi, banisa ismi, transportlar ham o'tib turibdi. 7, 5, 13, 28, 19 hamma marshruti o'tib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, mesta plajasini umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qani ketdik esa joyimizni ko'rib chiqmasangiz, sizdan bir narsa iltimos qilib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kvartiramiz ham kirib keldik. 3-qavatda joylashgan ekan. Akkuratni remontdan chiqib turgan. To'g'ri kirib yashaydansizlar, döşashda yashayverasizlar. Ham o'rtalikda 3-qavat 50 kvadrat metrli 2 xona kvartira. İçində ayrim bir ikki jihozlar qoladi. Bu yerda radiatorlari bor, oyoq tiylar hammalar laminatlar yoyilgan. Hurmatli vatandoshlar, aynalari plastik ramlarından. Birimiz spalniy qismi bo'ladi, yotoqxonasi, bu yerda mehmonxonasi, oshxona, keyin bu yoqda yuvishxona, hojatxona ikkisi bir yerda joylashgan. Birinchi chetdan ko'rsatib, tanishtirib, obzorni qilib boraveramiz. Hurmatli vatandoshlar, ishlari MDF. Birimiz esa 266 metr razmerda tushgan spalniy qismi bo'ladi. Bir de spalniy garnitur gilamlari qoladi. Aynalar aytib o'tganimizda akvaramlarni ham radiatorlari bor. Ajoyib akkuratli xonadon ekan. Ham o'rtalikda 3-qavatda 2 xonali kvartira. Narxini videoni oxirida aytib o'tamiz. Birimiz zal qismi bo'ladi. 3'e 5,5 razmerda tushgan. Bir de hamma o'zgidagi oyoqtiga gilam, keyin parda qoladi. Patologlarimiz natija bo'lgan, karnizlar ham qistilgan. Hurmatli vatandoshlar, internetdan ham muammosi yo'q, Wi-Fi'larni bor. Hurmatli vatandoshlar. Tarafimiz esa sanuzel qismi. Oyoqtilar kafel, devorlar ham kafel. Suv, svet, gazla gap turibdi, muammosiz. Yon tarafında bog'cha, maktablar ham bor. Hamma o'ng'ayli, transportlardan ku muammosi yo'q. Yonidan 5, 7, 13, 28, 19 hamma marshruti o'tib turibdi. Raycenter bozor, Darital Urdu universiteti hamma o'ng'ayli. Dehqon bozor ham bir 5-6 minut borasiz marshruta minsangiz. Ham bir yan tarafında Olimpiya stadion, Shumbala, qisqasi shaharning markazlaridan birida. Birimiz oshxona qismida yana kuxenniy mebel, gaz plita, vichishkalari, kaladon, bir de mebel ham. Отоплениясы Айрфель firmaniki, duh konteynerinin yasini отоплениyadan yaxshi firmaniki, eng zo'rlardan biri. Reduktorlari bor. Bu yerda yana ko'rsangiz, midachida qo'yish sharoitlari ham qilingan, polli tayyor xonadan fartuqlar ham qilingan. Mo'ykalari bor, hazlar. Chiroyli xonadan ekan, tayyor girib yashaydan. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, kvartiramiz orientini eslatib o'tadigan bo'lsak, Sholqamotaning ro'parasida yangi domlarimiz 3-qavatında 2 xona o'rtalikda joylashgan 50 kvadrat metr bo'lgan kvartiramiz. Narxi 410 million so'm aytilib turibdi. Ustida galashadigan yeri bor. Pryamoy mulkiyasini yondan olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olaverasizlar. Dokumentdan ham muammosi yo'q, akkuratli joy ekan. Hurmatli vatandoshlar, rasvot qilmaysizlar ham joyimizda. Yo'l ham yaqin. Yan tarafında magazin ismi, bog'cha ismi, maktab ismi hamma o'zlab bor. Hech qanday muammosi yo'q. Banisalar ham yaqin. Darital Urdu universiteti, Raycenter bozor hamma yaqin yerda. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, kanallarımıza abuna bo'lmaganlar bo'lsa abuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Sizlarga ajoyib xonadonlarni e'tiborlaringizga havola qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi rolikda görüşguncha deb qolamiz.